Ayollar bilan uylangandim. Xotin bo'lishi yaxshi. Murod! Ha! Kelin uydami? Nima desang keyin? Shu to'q so'yaylik. Nima ustimdan kulishga kelding meni? Nimaga kulaman? Hay mahallada bittasi ana xotining qassob. Endi ishim tushibdi. Xotin? Ha? Senga xiyonat qilsam nima qilasan? Chopaman. Yangam qayerdalar? Nima ishing bu? Yaqinda to'yimga uylanaman, shunga mol so'ydiradilar demoqchi edim-da. Nima hammangdan kulishga kelasanmi? Oxirgi o'zingiz so'yavering bo'lmasa. Ondan qo'rqaman. Chaqirishimda. Dilnoza, qaragan mol so'yish kerak. Xotin, men jonima tegdi. Ayol kishiga yarashadigan ish qilsang-da. O'zingiz qiling ha, mujik. Men qondan qo'rqaman. Bilaman. Shu uchun o'zim qilibman-da. Kelin vaqti bormi? Vaqt yana ishing bor. Bachama sunnat to'y qilib o'tirgandim. Hay, mol so'yish kerakmi? Yo'q, sunnat qilish kerak. Jonbek, ket. Ket hozir, ket. Ket hozir o'zing sunnat qilaman, ket.